İsmim Hatice, Bobojon o'z kanaliga turmushga chiqish uchun keldim. Assalomu alaykum hammaga. Hammalari sog' salomatmisizlar. Do'stlar, bilasizlar, Bobojon o'z kanalida mart oyida ikkita to'y o'tkazdirdik. Mana aprel oyida murojaatlarimiz boshlandi. Uylanaman degan nomzodlar juda ko'p. Turmushga chiqaman degan insonlar ham mana bitta kelishyapti. Alloh nasib qilsa bir chiroyli to'ylar sizlarga taqdim etamiz. Do'stlar, eslatib o'taman, 95lik kodi bilan 857 87 00 raqamimizda Telegramimiz bor. Agar kimdir uylanaman desa, yo bolamni uylantiraman desa, bizga yashash joyingizdan video lavha tashlashingiz kerak. Ya'ni, assalomu alaykum Bobojon o'z kanali, men o'g'limni uylantiraman, yo o'zim uylanaman, qonuniy ajrashganman, yoki uylanmaganman, yo imkoniyatim cheklangan deb to'liq ma'lumot yuborishingiz kerak. Mana videolarda aytib o'tyapmiz. Agar sizlar tomonidan telefon bo'lsa yoki голосовой yo SMSlar kelsa biz javob bera olmaymiz. Ushbu raqamimiz ancha vaqtdan beri butun ommaga tarqalgan, minglab murojaat bo'ladi har xil mavzuda. Bizga tegishli bo'lmagan mavzu juda ko'plab bo'ladi. Shu sababdan agar haqiqatan kimdir o'sha uylanaman yoki kelin qilaman desa, takroran aytaman, 95lik kodi bilan 857 87 00 raqamiga faqat Telegramga video lavha jo'natsangiz, navbat bilan biz albatta javob qaytaramiz. Endi bu singlimizni hozir videosini sizlarga taqdim etyapmiz. Gapirishga qiynalyapti, hayajon bosyapti, o'zi hammada shunday bo'ladi. Hozir gapga tutamiz, o'zlarining fikrlarini aytsin qani. Qani bitta salomlashib o'ting qani. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Hali ham hayajon bormi? Endi bilamiz, ko'ryapsizlar, gapira olmayapti. O'sha yangi ko'rayotgan insonlar bo'lsa, Bobojon o'z kanalida mana 5 yildan buyon imkoniyati cheklangan opa-singillarimiz, imkoniyati cheklangan aka-ukalarimiz hamda qancha sog'lom insonlar ishtirok etib bugungi kunda o'z tengini topib baxtli yashashyapti. Bizning vazifamiz sizlardan kelgan murojaatni, ya'ni mana bu kishini men tanimayman, o'zlari murojaat qilib kelishdi. Mana men yoritib beryapman, agar tengi chiqsa albatta balkim ertaga, balkim indinga Allohning aytgan kuni oqibatida chiroyli to'ylarni sizlarga mana shu Instagram, YouTube'da ko'rsatamiz. Shu uchun mana shu videomiz keng ommaga tarqalishi uchun qo'lingiz dard ko'rmasin. Bitta like bosing. Like faqat videoning tarqalishiga sabab bo'ladi. Ya'ni bu qizni nima deydi, kelin qilaman, uylanaman degan insonlarga tezroq yetib boradi. Qanday insonga turmushga chiqmoqchisiz? Iloji bo'lsa sog'lom inson, bo'lmasam savob olish uchun imkoniyati cheklangan insonga ham turmushga chiqishga roziman. Imkoniyat cheklangan, ya'ni nogiron insonga ham turmushga chiqaman deyaptilar. Lekin bu degani o'zlari ko'rishadi, o'zlariga ma'qul kelsa, tengi chiqsa albatta tegadi. Biz mana videolarda aytyapmiz, bu qizga ham yoki uylanaman degan insonga ham uylaning yoki turmushga chiqing deb aytmaymiz. Ular o'zi tanlab, o'zi bir qarorga kelib, mana shu xalqimiz oldida jonli efirda o'zlari mana video lavhada bir-birimiz to'liq tushundik, men uylanaman, agar men tegaman desa, sizni biz qo'llab bularni o'sha to'g'ri yo'lga to'ylarni qilib beramiz. Har bir insonda o'sha baxtini Alloh beradi, siz biz sababchimiz. Mana shu yerga sizlarning singillaringiz, ya'ni siz bizni, sizlarning singillaringiz, sizlarning qizlaringiz, sizlarning opalaringiz mana shu yerga o'z tengini izlab kelyapti. Shu uchun bu yerga keladigan insonlar o'sha uylana olmagan yo mahallasida qiz bermagan yo qiz topa olmagan insonlar bizga murojaat qilishadi. Shu uchun bu gapni eslatgan sababi kimdir negativ yoki bo'lmasa qanaqadir odam ustidan kulib bezovta qilmanglar deb qo'yamiz. Bu yerga o'sha imkoniyat cheklangan nogiron insonlar yoki qiynalgan insonlar murojaat qilishadi. Biz videolarda sizlarga yoritib to'ylarni ko'rsatib boraveramiz. Yana biron bir fikr aytasizmi yo jonli efirda hammasini aytamizmi? Turmushga chiqsam, turmushga chiqqan insonimni maqsadim roziligini olish, sidqidildan
xizmat. Siqi dildan bir umr baxtli yashash maqsadi. Kelinglar, eng yaxshisi bugun shu qisqacha videoni sizlarga taqdim etyapmiz. Xudo xohlasa ertaga yo video lavha orqali yoki jonli efir orqali videoni sizlarga davom ettiramiz. Balkim ertaga o'sha nomzod topilib turmushga chiqqan bo'lsa, o'sha to'y finalini sizlarga ko'rsatamiz. Keyingi efirda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar.